Gaz 53 so'rayotgan akalarımizga arzonidan salarichinsidan dehqonni qo'lda arzongina berishadi. Videomizga bitta like bosib qo'yasizlar. Gaz 53 so'rayotgan akalarimizga videomizni tashlab qo'yasizlar. Ushbu texnikamizning motori 100 motor turbo kompressori qo'yilgan. Egalar aytishyapti, "Ertaman 7 da 15 litr salarga qo'yib, kechki 7 gacha xotirjam ishimni qilib to'xtamayman shunda ham" deyishyapti. 15 litr salarga o'sha bir kunga yetadi deb aytishyapti. 15 litr salarga bilan to'xtamay mashinani minib pul topaman deb aytib o'tishdi. Shu ko'rib turgan mashinalaringni 35 million so'mga beraveraman deb aytishyapti egalar. Bu 53imizni ishlab turgan yerdan sizlarga video obzor tayyorlayapmiz. Hamma yerni ko'rsatib boramiz akalar. Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchilar, akalar va ukalar. Biz Namangan viloyati Mingbuloq 3 qishlog'ida shu texnikamizni sotuvga chiqaryapmiz. Qiziqqan akalarimizga egalar nomeri yozilgan, bemalol telefon qilib ma'lumotini olishlari mumkin. Dokument tomonlariga keladigan bo'lsak, dokument tomonlaridan umuman muammo yo'q. Mashinamizni ko'rib turibsizlar, Samasval 53. Bemalol kelib tekshirib olishlari mumkin. Ramalarda ham umuman yorug' yo'q. Shu mashinamizni 1000 so'm ham rasxoti yo'q, bemalol olib borib pul topoladigan yerda turibdi. 53imizni yurgizib sizlarga sinab ko'rsatib beramiz. Motorlari ham juda ham tekis holatda ishlayapti. Motorlarda 1 gram abtol rasxoti yo'q ekan. 53 mashinalaringni bir boshdan video obzor qilib tayyorlab boramiz. Egalarning telefon nomerlari yozilgan. Qiziqqan akalarimiz bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Yana narxini akalarimizga eslatma qilib qo'yamiz. 35 millionga beraveraman deb aytishyapti. Motorlari ham juda tekis ishlayapti. Motorlarni ham yurgizib sizlarga texnikamizni hali ko'rsatib o'tamiz. Bu ko'rib turibsizlar, 100 motor, turbo kompressorlari bor mana. Motorlari ham juda ham tekis holatda ishlashyapti. Texnikamizni olib borib pul topaveradigan joyda turibdi dehqon texnikasi. Akamiz aytishdi, 15 litr benzin bilan bittamandan kechgacha to'xtamay ish qilaman deb aytishyapti. Ichki kabina holatlari mashinamizni akkumulyatorlarini ham yangi qo'yib qo'yishgan ekan. Ramalari butun ekan, akalarimiz bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Orqa to'rtta baloni yangi ekan o'zi deyarli. Risollarni ham siniq yo'q aka? Yo'q. Risollari ham yaxshi ekan. Bu bortning ichini ham ko'rsatamiz. Hali bu bortni ham tushirib, ko'tarib ko'rsatib beramiz. Bu tomon balonlari, orqa to'tala baloni yaxshi holatda ekan. Endi bu texnikamizni yurgizib ko'rsatib berasiz aka. Aka chiqib yurgizing. Mashinamiz yurdi, ovozlarni ham eshitib turibsizlar. Sararka motor. Aka bortini ko'tarib kirib bering. Motor holati ishlayapsizlar. Salarkiga yuradigan motor. Tushirishyapti.
hozir tushib bo'lgandan keyin kuzovini ham ko'rsatib beraman sizlarga. Ichidagi kuzovini. Ichlari ko'rib turibsizlar. Ichlari ham yaxshi, zo'r holatda. Aka, mana shu yerda endi orqaga oldiga yurib berasiz. Tormozlar ham 10 joyda. Ko'rdilaring? Shu texnikamiz ishga tayyor holatda. Aka, gaz bering, gaz. Bo'ldi. Yaxshi. Bitta like arziydi akalar.